Hammaga salom do'stlar, siz Kino Time kanalidasiz. Bugun biz sizlarga dramatik triller To'xon, ya'ni Skirt yoki jirkanch xiyonat filmi haqida aytib beramiz. Film real voqealarga asoslangan bo'lib, unda turmush qurgan harbiy o'g'il xizmatga ketishga majbur bo'ladi, lekin uyida qaynota va kelin o'rtasida dahshatli va jirkanch holatlar sodir bo'ladi. Voqealar rivojini albatta filmni oxirigacha ko'rib bilib olamiz. Agar film sizga yoqqan bo'lsa, filmning to'liq variantini Telegram kanalimizda kutishingiz mumkin. Kanal silkasi esa opisaniyada. Ekranga yaxshilab joylashib oling. Biz boshladik. Grace va Gavin bir necha oydan buyon birga yashab kelishmoqda. Ammo nihoyat bugun Gavin qizga turmush qurishni taklif qiladi. Grace esa bundan xursand bo'lib, taklifga ha deb javob beradi. Shundan so'ng ular o'zaro mehr-muhabbat ila divanga borib, uxlab qolishadi. Gavin harbiy bo'lib xizmat qilardi. Shu sababli tez kunda navbatchilik uchun ketishi kerak. Bir payt unga kasalxonadan qo'ng'iroq keladi. Shunda u otasi yurak xurujidan keyin kasalxonaga yotqizilganini bilib oladi. Bu xabarni eshitib, u unchalik hayratga tushmaydi, chunki u otasini ko'rishni istamasdi. Sababi otasi hech qachon oilasiga vaqt ajratmagan. Aynan shu sababdan uning onasi vafot etgan edi. Lekin Grace unga nima bo'lganda ham u baribir sening otang va sen uni ko'rgani borishing kerak deydi. Grace'ning so'zlarini inobatga olib, Gavin u bilan birga kasalxonaga boradi. Ahvoli yaxshilanganidan so'ng kechga borib, otasi kasalxonadan chiqariladi. Keyin ular otasining yuragida muammosi borligi sababli bir necha kun otasi bilan turishga to'g'ri keladi. Stevenning uyi juda katta va chiroyli edi. Grace bundan hayratda qoladi. Ammo Gavin bu uy va boylik onasining o'limiga sabab bo'lganini va uning otasi onasini emas, balki boylik va uyni sevganini aytadi. Lekin baribir Grace va Gavin shu yerda bir necha kun qolishga qaror qilishdi. Ertasi kuni Gavin notebookda ish bilan band bo'lib o'tirganida Steven o'g'lining telefonini tasodifan tushirib yuboradi. Buni ko'rgan Gavin unga juda jahldor munosabatda bo'ladi. Birozdan so'ng Gavin o'z xonasiga kirganida Grace unga otasiga nisbatan bunday gapirmasligi kerakligini tushuntirib, nima bo'lganda ham bu sening otang deydi. Bunga javoban Gavin otasining bandligi tufayli onasi yolg'iz qolganini va shu sababdan vafot etganini aytadi. Ularning suhbatini Steven ham tasodifan eshitib qoladi. Shundan so'ng u Gavin yoniga kelib, o'zini qanday qilib kun-tun ishlab, ular uchun yaxshi hayot yaratishga harakat qilganini tushuntiradi. Ularning kelajagi qashshoqligi sababli barbod bo'lmasin degan umidda kecha-yu kunduz ishlashga majbur bo'lgan ekan. Buni eshitib ta'sirlangan Gavin otasi bilan munosabatlarini yaxshilay boshlaydi. Ammo ertasi kuni Gavinga harbiy xizmatga qaytish haqida chaqiruv keladi, chunki dushmanlar ularning bazasiga hujum qilgan edi. Gavin ketgach, Trinity ismli bir qiz keladi. U Stevenning ma'shuqasi edi. Trinity yosh bo'lishiga qaramay, qari Steven bilan uchrashishdan uyalmasdi, chunki Steven boy edi. Keyin qiz Stevenning xonasiga kirib, u bilan birga yaqinlik qila boshlaydi. Grace va Stevenning qaynota va kelin munosabatlari yaxshi. Trinity esa vaqti bilan ularning uyiga kelib, Steven bilan vaqtichog'lik qilardi. Bu orada Gavin o'z jamoasi bilan dushmanga qarshi jang qilmoqda. Ammo dushmanlar soni juda ko'p bo'lganligi sababli butun jamoasi halok bo'ladi. Ko'p o'tmay bu haqida Grace va Steven xabar topib, qayg'uga botishadi. Bir kuni Grace uyini tark etmoqchi bo'ladi, lekin Stevenni to'xtatib, "Men seni haydamayman. Shu yerda o'z ishlaringni o'nglab olguningcha qolishing mumkin" deydi. Chunki ular o'rtasida juda yaxshi munosabat paydo bo'lgan edi. Kunlar o'tib, Grace ichkilikka ruju qo'ya boshlaydi. Bir kuni kechqurun u mast bo'lib qolganida, Steven uni xonasigacha kuzatib qo'yadi. Ammo Grace Stevenni Gavin deb tasavvur qilib, Steven bilan yaqinlashmoqchi bo'ladi. Lekin Steven bunga rozi bo'lmaydi, chunki Grace o'g'lining rafiqasi. Ertasi kuni nonushta vaqtida Grace kechagi holat uchun uyalib Stevendan kechirim so'raydi. Shunda Steven uni quchoqlab, hammasi joyida ekanligini aytadi. Lekin qiz uning bag'rida erib ketadi va kecha qila olmagan ishni davom ettirmoqchi bo'ladi. Shunda Steven ham o'zini tuta olmaydi va yotoqxonaga borib, baribir o'sha ishni qilishadi. Oradan vaqt o'tib, Grace shifoxonadan qo'ng'iroq qabul qiladi. Aslida Gavin dushmanlar tomonidan asirga olingan, ammo qandaydir yo'l bilan qochib qutulishga muvaffaq bo'lgan ekan. Bu xabarni eshitgan Grace dahshatga tushadi, chunki u erining otasi bilan kechirib bo'lmas ishlarni qilib qo'ygan edi. Oradan bir necha kun o'tib, Gavin sog'ayadi va uyga qaytadi. Lekin u hali ham o'zini dushmanlar qo'lida asirdek his qilardi. Xayolan hali ham u urushda ekanligini o'ylardi. Bu orada esa Grace va Steven hanuz yashirincha bir-birlari bilan yaqinlikda bo'lishda davom etishadi. Ammo bir kun ikkalasi birga bo'lib turgan paytda Gavin ularni ko'rib qoladi va bundan dahshatga tushib, ularga qurol o'qtanib, "Qanday qilib sizlar shunchalik jirkanch va past ish qilishga qo'l urdingiz?" deya baqiradi. Ammo Gavin ularni o'ldira olmaydi va oxir-oqibat qurolni o'ziga qaratib, o'z joniga qasd qiladi. Film esa shu yerda tugaydi. Обыщи меня, папочка.
Я готова войти, малыш. Не сомневаюсь. Hammaga salom do'stlar, siz Kino Time kanalidasiz. Bugun biz sizlarga dramatik thriller Mer Kingston filmi haqida aytib beramiz. Filmda ayollar qamoqxonasida ishlaydigan tajribasiz yosh yigitni mahbusa ayollar talashishadi. Natijada esa yigit ayollarning bunday ochiq harakatlariga bardosh bera olmay, nihoyat ular bilan shu ishni qiladi. Voqealar rivojini albatta filmni oxirigacha ko'rib bilib olamiz. Video boshlanishidan oldin eslatib o'tamiz, agar film sizga yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Filmning to'liq variantini esa Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Kanal silkasi описаниеda. Ekranga yaxshilab joylashib oling. Biz boshladik. Тут нет камер, никто нас не увидит. Ты что, совсем с катушек слетела? Да тут все это делают. Film erkaklar qamoqxonasida mahbuslar mashq qilayotgan sahna bilan boshlanadi. Oradan ko'p o'tmay signal chalinadi va barcha mahbuslarga kameralarga qaytish buyuriladi. Shu payt bir mahbus qo'riqchi Semni noqonuniy narsalarni olib kirishga majburlaydi. Agar Sem rozi bo'lmasa, uning kirdikorlarini fosh qilish bilan tahdid qiladi. Sem esa qo'rqib ketib, mahbus bilan jang qiladi. Ammo yuzdan jarohat olib, qattiq shikastlanadi. Keyinchalik shifokor ko'rigidan o'tib, yarasiga tikuv qo'yiladi. Boshqa qo'riqchilar, Tim va boshqalar undan nima bo'lganini so'rashganida, Sem bor haqiqatni aytmay, u ancha vaqtdan beri muammo chiqarib yurardi deydi. Well, son, your first mistake was allowing him into your space and not calling for backup then. Shunda boshliq Semni boshqa mahbuslardan himoya qilish uchun uni minora kuzatuviga yuborishga qaror qiladi. Bir necha kundan keyin Sem tomdaligida hovlida g'alati narsani payqaydi. U durbin bilan yaqinroq qarab, mahbuslar orasida janjal boshlanganini ko'radi. Shunda Sem tezda favqulodda signal tugmasini bosadi. Keyin minora yo'laklaridan qo'riqchilar kelib, maxsus qurollardan ko'zni yoshlantiruvchi narsalar otishadi. Lekin janjal hali ham tugamaganini ko'rib, Sem qurolidan ogohlantiruvchi o'q uzadi. Shundan so'ng mahbuslar biroz tinchlanishadi. Ammo ikki mahbus boshqa bir mahbusni ushlab, qorniga pichoq bilan bir necha bor zarba beradi. Vaziyatdan so'ng boshliq Mills, Ed Simmons va Tim yig'ilib, vaziyatni muhokama qilib, Semni ayollar qamoqxonasiga yuborishni buyurib, agar Sem o'sha yerda ham muammo chiqaradigan bo'lsa, ishdan bo'shatishini qo'shimcha qiladi. After the issue with Daryl Johnson, we felt it best he be separated from the inmates. Well, he certainly can't go back in the tower. Shunday qilib, Sem ayollar qamoqxonasiga o'tkazildi. Tushlik vaqtida Sem nazoratchilik qilayotganida, ayollar unga imo-ishoralar qilib, turli qiliqlar ko'rsatishadi. Ba'zilari esa ochiqchasiga o'sha ishga ishora qiladi. Так, дамы, вам в класс D13А. Заходите в аудиторию. Обыщи меня, папочка. Я готова войти, малыш. Не сомневаюсь. Shu payt Cherry ismli mahbusa ayol xonaga kirayotib, Semga iliq mulozamat qiladi. Shu payt qamoqxona boshlig'i Maria Molski Sem va Cherry o'rtasidagi haddan tashqari samimiy munosabatni ko'rib, Semning oldiga keladi va undan ayollar qamoqxonasiga seni kim yubordi va nega yuborishdi deb so'raydi. Sem esa erkaklar qamoqxonasidagi voqealardan keyin o'zini himoya qilish uchun shu yerga yuborilganini tushuntiradi. Maria esa uni ayollar qamoqxonasidagi mahbuslar ham erkaklardan qolishmaydi. Ular ham seni o'z foydalari uchun ishlatishga urinadi deb ogohlantiradi. Dam olish xonasida qo'riqchilar erkaklar qamoqxonasi bilan ayollar qamoqxonasini solishtirib gaplashib o'tirishmoqda. Sem hazillashib, bu yer erkaklar qamoqxonasiga qaraganda ta'tilga o'xshaydi. U yer haqiqiy jahannam deydi. Boshqa qo'riqchilar esa uni ogohlantirib, shoshma, kechasi nimalar bo'lishini ko'rasan. Ular yig'laydi. Turli achchiq taqdir hikoyalarini to'qib, seni jalb qilishadi. Bu qamoqxona ham xavfli, faqat boshqacha yo'sinda. Shuning uchun qoida asosida robotdek harakat qil, hech narsadan chetga chiqma deb maslahat berishadi. They're gonna cry, and they're gonna give you every sob story. There's guys in uniform having relationships with inmates. It's not just guys. Assholes come in every gender. Wow. This prison's dangerous in a different way. Tunda ular kameralarini tekshirib, birma-bir yopishayotganlarida bir mahbus telefon ishlatayotganini payqashadi. Sem esa keyingi kamerani yopishga buyruq oladi. Bu Cherryning kamerasi edi. Shunda Cherry Sem bilan nozik yarashma qilib, "Kirsang birga yotamiz" deydi. Все в порядке? Теперь да. Закрывай А-18.
Sem esa bunga e'tibor bermaslikka harakat qilib, eshiklarini yopadi. Ertasi kuni Sem xona eshigi yonida turganida, mahbusalar o'tib ketayotganida, bir ayol ataylab Cherryni Sem tomon itaradi. Cherry esa Semning kurtkasidan ushlab, kechqurun ko'rishamiz deydi. Buni ko'rgan Semning sheriga unga tanbeh berib, ular bilan bunday harakat qilma. Aks holda ular seni ojizligingdan foydalanishadi deydi. O'sha kechasi Sem chiroqlarni o'chirishni buyurib, keyin Cherryning kamerasiga keladi va uni ochiq holatda ko'rib qoladi. Sem his-tuyg'ularga berilib, unga uzoq tikilib qaraydi, lekin ular bu holat kamera orqali yozib olayotgan edi. Ertasi kuni Sem boshqaruv xonasidaligida Cherry g'alati harakat qila boshlaydi. Uning ahvoli yaxshi emas deb kimdir baqiradi. Sem kameraga kirganida Cherry o'zini qorni og'riyotgandek qilib ko'rsatadi. Shunda Sem, "Yura olasanmi yoki zambil kerakmi?" deb so'raganida, Cherry "O'zim yura olaman" deb javob beradi. Yo'lda ketishayotganida Cherry Semni zinopoy ostiga tortib, uni avray boshlaydi. U yerda kamera yo'q va bu joyni hech kim ko'ra olmaydi. Тут нет камер, никто нас не увидит. Ты что, совсем с катушек слетела? Да тут все это делают. Sem bir zum qarshilik qilishga harakat qiladi, ammo ayolning harakatlaridan bo'shalib, Sem tezda taslim bo'ladi va o'sha ishni qiladi. Ish avjiga chiqqanida, Cherry birdaniga tajovuzkor rolga kirib, yashirib qo'ygan qalamini olib, Semning bo'yniga bir necha bor zarba beradi. Keyin esa "Yordam beringlar" deb baqiradi. Cherry holatni Sem unga hujum qilgandek va o'zini himoya qilgandek qilib ko'rsatishga urinadi. Zinapoya ostidan sudralib chiqib, baqirib yordam so'raydi. Cherry odamlarni ishontirmoqchi, go'yoki qo'riqchi unga hujum qilgan. U esa zo'rg'a omon qolgan. Semning tajribasizligi va ishonuvchanligi uni zo'ravonlikka o'rganib qolgan mahbuslar uchun eng oson nishonga aylantirdi. Isn't this a violation of her Miranda rights? She's in prison. She doesn't have Miranda rights in here. You have a lot to learn about inmates. There's an element of trust in place between the two of you that we do not have. A corrections officer has been killed. Qadimgi Rimda qullarning hayoti naqadar ayanchli bo'lganini hatto tasavvur ham qila olmaysiz. Yosh va jozibali qizlar zodagonlarning shahvoniy zavqlari uchun o'yinchoqqa aylantiriladi. Aksariyat qullar esa konlarda kun-tun ishlashga majbur bo'lgan, toki so'nggi qon tomchisigacha siqilib olinmagunicha. Hammaga salom do'stlar, siz Movie Dunyo kanalidasiz. Bugun biz sizlarga Spartak Ilohlar arenasi filmi haqida aytib beramiz. Ekranga yaxshilab joylashib oling, biz boshladik. Rimliklar zo'ravon va qonli gladiator janglariga mutlaqo oshno edi. Boylar va hokimlar arenalar qurib, gladiatorlarni yollab, ularni qonli janglarga tayyorlashni o'zlariga zavq deb bilishar edi. Shu tarzda Ludius nomli gladiator tayyorlash lageri butun boshli sanoatga aylana boshladi. Qul egalari eng kuchli qullarni saralab, ularni professional tayyorgarlikka yuborishardi. Faqat ko'p bosqichli saralash va sinovlardan muvaffaqiyatli o'tganlargina gladiator unvonini olishga loyiq deb topilardi. Ular uchun o'lim bilan yuzma-yuz janglarni uyushtirish nafaqat tirik qolish yo'li, balki eng oliy sharaf edi. Kvint ham ko'plab Ludius egalari qatoridan biri bo'lib, uning ajdodlari mashhur chempion gladiatorlarni tayyorlagan. U arenadagi oilaviy mavqeini mustahkamlashni juda istaydi va bu yo'ldagi eng katta boyligi uning yetakchi gladiatori, film qahramoni Gannikusdir. Gannikus ikki qilich bilan jang qiladi, himoyani butunlay rad etgan. Unda o'ziga ishonch va yovvoyilik baralla sezilib turadi. Ammo jinoyatkorona jilmayishi yosh qizlarni maftun etadi. Erkaklarda esa hasad uyg'otadi. Kvint asosiy tomoshabinlar, zodagonlar joylashadigan tribunalda hali VIP mehmonlar kelmaganini ko'rib, Gannikusga jangni erta yakunlamaslikni eslatadi. Ammo olomonning qarsak va hayqiriqlari shunchalik kuchli ediki, Gannikus instinktga quloq solib, raqibni hayotiga nuqta qo'yadi va arenadagi muhitni yuqori cho'qqiga olib chiqadi. Aynan o'sha paytda Capua shahrining naibi va zodagon sardori Tullius nihoyat arenaga kirib keladi. Shunda Kvint noqulay vaziyatga tushib qoladi. Kvint bu jang orqali Tulliusda yaxshi taassurot qoldirib, Capuaning yaqin orada qurib bitkaziladigan ulkan arenasida o'ziga joy ta'minlashni umid qilgan edi. Garchi bu maqsadga erisha olmagan bo'lsa-da, g'olibni mukofotlash zarur. Ikki yosh va chiroyli cho'ri hamda bir shisha sharob Gannikusga rohatlanish uchun yetarli edi. Ayni paytda boshqa gladiatorlar jazirama quyosh qamchi tahdid ostida mashq qilishga majbur bo'lishadi. Gannikus esa ichkarida ikki
ayolga qarshi yakka jang qilish bilan shug'ullanmoqda. Ko'chada esa Kevin tasodifan ko'chada jang qilayotgan Celtic Cool Tulliusga tegishli ekanini eshitgach, darhol uni 10 baravar yuqori narxda sotib olishni taklif qilib, shu yo'l bilan Tulliusga yaqinlashmoqchi bo'ladi. Gannikus esa kechgacha cho'rilar bilan bo'lgan jangini nihoyat tugatdi. Melita esa uni uzoq vaqt davomida tashqarida kutgan edi. Uning eri Enemy ham afsonaviy gladiatorlardan biri bo'lib, Gannikusning yaqin do'sti hisoblanadi. Enemy bir vaqtlar o'lim soyasi bilan mashhur gladiator bilan jangda jarohat olgan. Endi u tuzalib, arenaga qaytishga tayyor. Shu orada Gannikus bilan jang qilib chiqqan ikki qul qiz sheriklariga Gannikus bilan bo'lgan janglari haqida hayajon bilan aytib bermoqda. Shu payt Melita kelib, ularga Gannikus masalasida shoshilmaslikni va uning bulbulchasi o'lchamidan hayratga tushmaslikni muloyimlik bilan aytadi. Habash erining o'lchami Gannikusnikidan 2 baravar kattaroq ekanligini maqtangan holda eslatadi. Yarim tunda Kevin hanuzgacha Tulliusdan hech qanday minnatdorchilik eshitmaganidan va bu ishi uchun pullarini isrof qilganidan afsusda. Biroq Lucretti uni yupatib, yangidan kuch bag'ishlaydi va yangi reja tuzishga yordam beradi. Kevin o'lgurga bu yoqib tushadi va darhol xotini bilan reja tuzishni boshlaydi. Bu orada esa Gaya ularni ehtiros bilan kuzatib, bir nimalar qilgisi kelib ketadi. Ertasi kuni Kevin tasodifan Tullius tez boradigan go'sht do'konining yonidan o'tadi. Keyin u Tulliusga sifatli qulni sotib olish imkoniyati uchun minnatdorchilik bildiradi. Afsuski uning raqibi Vedius ham o'sha yerda edi. Vedius Kevintni keraksiz qul uchun ortiqcha pul to'lagan ahmoq sifatida masxara qiladi. Kevint esa o'zining tayyorlangan gladiatori, hatto ko'zi bog'langan holda ham Vediusning eng yaxshi jangchisini yengishini aytib, javob qaytaradi. Bu masxaradan g'ururi toptalgan Kevint Vediusni ochiq jangga chorlaydi. Ularning bahsini to'xtatish o'rniga Tullius bu jangga rozi bo'ladi. Enemy hali ham o'zining kuch-qudratini isbotlamoqchi bo'lsa-da, Kevin bu imkoniyatni Gannikusga beradi. Hafsalasi pir bo'lganiga qaramay Enemy do'stini chin dildan tabriklaydi. Kutilayotgan shonli jangga unchalik ahamiyat bermagan Gannikus esa qirg'oq bo'yida ichimlik ichib qo'shiq aytmoqda. U allaqachon qul hayotining mohiyatini anglab yetgan. Bugun ich, ertangi tashvish ertaniki. Jang gavjum bozor maydonida bo'lib o'tadi va bu katta olomonni jalb qiladi. Bu aynan Kevintning istagidagi holat edi. U shu orqali Vediusga saboq berib, o'z Ludiusning obro'sini oshirishni ko'zlagan. Kutilganidek mashhur Gannikusning sahnaga chiqishi olqishlar bilan kutib olindi. Vedius esa unga qarshi eng kuchli gladiatori. Gannikusdan uzoq vaqtdan beri nafratlanib kelgan Attoni jangga chiqaradi. Tullius va magistr jang boshlanishini e'lon qilmoqchi bo'lganida, Vedius gap boshlab, "Ko'zingni bog'lamaysanmi? Axir bu sening gaping edi, shunday emasmi?" deydi. Kevin esa bu savoldan dovdirab qoladi. Chunki Vedius bu gapni chinakamiga jiddiy qabul qiladi deb o'ylamagan edi. Ammo Tullius bu shartni tasdiqlaydi. Kevin esa tang holatga tushadi va yolg'onchi degan nom olish niyati yo'q. Lekin eng kuchli gladiatorga ko'zi bog'langan holda qarshi chiqish o'z joniga qasd qilish bilan barobar ekanligini tushunardi. Kevin ikkilanayotgan paytda Gannikus hech qanday qo'rquvsiz bu adolatsiz shartni qabul qiladi. Bu orada o'z xo'jayini sharmandali holatga tushganini istamagan Otto gladiatorlik g'ururidan voz kechib, jangga tayyorligini aytadi. Gannikus ko'zi bog'langan holda qilich bilan jang qilish xavfli ekanini biladi. Biroz jangdan so'ng raqibiga qo'l bilan hujum qilib, undan qilichni olishga urinadi. Jang avjiga chiqmoqda. Zarba Gannikusni deyarli hushidan ketkazdi. Gannikus ketma-ket zarbalar yeyotgan paytda Kevin xavotirlana boshlaydi. Vedius esa o'z ayyorligidan mamnun holda tabassum qilmoqda. Ammo jangdagi vaziyat har lahzada o'zgarishi mumkin. Otto muxolif Gannikusning yelkasiga sanchdi. Shunga qaramay Gannikus taslim bo'lmaydi. Ottoning boshiga ketma-ket zarbalar berib, so'ng qilichi bilan Ottoni bo'ynini uzib tashlaydi. Gannikus yana bir shiddatli g'alabani qo'lga kiritdi. Vedius esa to'liq mag'lub bo'lgancha indamay ortga chekinadi. Kevin orzusiga erishdi. Tullius esa uni yangi arena bo'yicha muzokaraga taklif qiladi. Keyin Gannikus qullarning olqishlari va hurmati ostida kirib keladi. Kevin esa xursand bo'lib uyga qaytmoqda. Lucretti hayajon bilan sharob quyadi. Gaya esa Kiprdan olib kelingan iPhone'ni sharbatga qo'shmoqda. Niyati esa gruppaviy jang qilish. Ammo Kevin ular bilan bayram qilish niyatida emas. Chunki u Tullius bilan uchrashuvga oshiqmoqda. Lekin u ehtiyotkorlik bilan qilingan tuzoqqa qadam qo'yayotganini bilmasdi. Aslida Tullius Kevintga yangi arenada joy berishni niyat qilmagan ekan. Uning yagona istagi kuchli va mashhur Gannikus edi. Shunda Tullius, "Men senga uni sotib olishni taklif qilyapman, muzokara emas" deydi. Tullius
Tulliusning tahdidiga qaramay, Kvint Gannikusni sotishdan qat'iyan bosh tortadi. Bu esa Tulliusni qattiq g'azablantirdi. U qo'riqchilarga ishora qilib, Kvintning askarini tinchitishni buyuradi. Keyin Kvintning boshiga xalta tashlanib, shafqatsizlarcha kaltaklanadi. Uyda esa Lucretia va Gaya iPhone og'ushida kayf qilishmoqda va Kvintning boshiga tushgan ofatdan mutlaq bexabar. Tullius uni yanada xo'rlash uchun ustidan siyadi va taklifni o'ylab ko'rishni eslatib, ogohlantiradi. Kvint ular holda uzoqda qad ko'tarib turgan Capua arenasiga qarab, qalbida nafaqat orzu, balki qasos alangasi ham avj oladi. Filmning esa birinchi qismi shu yerda tugaydi.